Zikrni surishini eshitganman, lekin hali hech ham bosib ko'rmaganman, qiziqdim. Ketdi. Wow, 308 sekund. Nima deyapti? Uy, 120 uje. Wow. Lekin rostdan ko'ngilni tordi. Tezlanishi juda ham kuchli ekan o'rtoqlar. Mashinamizda vashchi zo'r narxga sotiladi. Videoni oxirigacha ko'ring. Bezramishning oynalariga ishqibozman, buni yopilishini qaranglar. Prisoskalarni. Mashinamizda 2023-yil ishlab chiqarilgan Zikr 001 U pozitsiyasi bo'ladi. Eng fulli bo'ladi o'rtoqlar. Lekin 2024-yilda restyling diskalarni ham taqib qo'yibdilar. Mashinaga yarashib turishini qaranglar, buni o'rtoqlar. Hozirgi kunda shaharda eng tez yuradigan mashinalar qaysi? Bilsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar. Lekin mana Zikr bilan surishib yurmanglar, foydasi yo'q ekan. Men sizlarga har doim Inspector Star Air bunaqa funksionalli radar detektorini maqtayveraman, chunki yaxshisi hozir shu vaqtda radarga tushmanglar deymanda. Narxini aytishimdan oldin Zo'rnar kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizni so'raydim. Xullas, bunaqa mashinalarni bemalol OLXdan bozorlardan qidirib ko'ringlar. Qo'ldan kelgancha sizlar uchun $42.500 ga ko'ndirib qo'ydim. Mashina yangi, bosib oladigan joyi. Bitta like bosib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Egalar nomeri har doimgidek pastda. Bemalol telefon qilib baraka qilishingiz mumkin.